Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub Xorijdan Amerikadan. Tarixim ona til kanali va gruppasi Turon xalqaro tashkiloti va Jahon o'zbeklari oqsoqollari hay'ati nomidan chiqish qilyapman bugun. Bismillahirrohmanirrohim. Mana oltin kuz kelib, daraxtlar sarg'ayishni boshlab, baklar to'kilishni boshladi Amerikada. Biz yashab turgan mintaqa shimoliy mintaqaligini million marta aytganmiz. Ancha sovuq tushib, jeketlar deydi, kostyumlar, kurtkalar, boshqalar kiyib yuradigan holat bo'ldi. Hozir bugun havo jicha iliq bo'lganligi uchun bir uzoqdan beri, ancha yillardan beri saqlanib kelayotgan bir fikrni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lib, bugungi videoda tayyorladik. Albatta vatanimizda bo'layotgan, mintaqamizda bo'layotgan diktatorlik, zulm saltanati va boshqa salbiy holatlar misli ko'rilmaydigan darajaga yetib bo'ldi. Shu narsalarni hisobga olib turib, Qirg'iziston, Qozog'iston biroz iliq vaziyatni ko'rib sevinamiz. Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekistondagi holatlarga achinib, yuraklarimiz ezilib ketadi. Mana shularni hisobga olib turib, sizlar bilan o'rtoqlashadigan bitta ajoyib bir fikr bor. Albatta, nima desanglar, bizlar to'g'ri musulmonlar mintaqasi, islom diniga bir bog'liq bo'lgan millat va mintaqalarimiz. Shularni hammasini hisobga olib turib, bugungi dunyodagi jarayon va haliyam biz ko'pchiligimiz anglab yetmagan holatlarni ichida bitta narsani maslahatlashmoqchimizki, jahon o'zbeklari oqsoqollari hay'ati bor. Ba'zi bir ishlarda maslahatlashib, ko'rishib, guringlashib turamiz. Mana shu narsani jahon o'zbeklari tashkilotiga aylantirsak degan takliflar, fikrlar keldi bizga. Nimaga bizni xabarimiz yo'q, boshqa bu deb. Biz bu narsalarni o'ylab ko'rgandik, lekin diniy qarashlarimizni va boshqa holatlarni hisobga olib turib, millatchilik bo'lib qoladi, boshqa bo'ladi, anaqa manaqa degan fikrlarni ko'rib turib, biroz biz bu narsadan tiyilib turgandik. Qarasak, bugungi vatanimizdagi holatni, muammolarni, vatan ichi, xorijdagi holatlarga javob berish uchun hukumat, prezident, parlament, senat va boshqa butun ajratilgan ofislar qilyapmiz deb berayotgan ishlari bir tiyinga qimmat bo'ldi. Ya'ni na xorijga yordam bor, na vatan ichida xalqimiz 40 millionlik mamlakat deydigan holatdan endi butun dunyo muammosiga aylanib, Turon Turkistonni ham muammosiga aylanib bo'ldi. Turon Turkiston ham birlashib, jadallashib, tezlashmaydi toki O'zbekiston degan mamlakat, mintaqa tuzalib, o'sha aytilgan xalqimiz orzu qilgan nuqtaga chiqmagunga qadar. Shuning uchun bu muammoni hal qilish uchun qo'rquv saltanati davom etyapti. Albatta, xorijdagi muammolarimizni hammasini to'plab turib yechimiga biznesmenlar, ish odamlari, vatanparvarlar, ijodkorlar, loqayd bo'lmaganlar, mardlar, mana shu mavzu to'g'ri deganlar safimizda bo'lib, bu mavzuni muhokama qilish uchun va jahon o'zbeklari tashkilotini tuzish uchun sizlarga men murojaat qilib chiqyapman. Bilasizlar, biz vazifasini bajarib qo'ygan, yoshligini, qamayinlarini, vatanini butun qadriyatlari, ozodligi, erkinligi uchun, mustaqilligi uchun kurashgan odamlarni bittasimiz. Biz o'tmishimizga qarab hech afsuslanmaymiz. Nimaga deganda, xayrli izni qo'yib ketdik. Buni sog'lom fikrlaydigan insonlar, mardlar, hukumatparast bo'lmagan, o'risparast bo'lmagan, tarixi, tili, dinini bilganlar, qadrlaydi, bilgan. Biz hozirda ham o'tganimizdan keyin ham bahosini berib bo'ladi. Lekin bu ishlarimizni hammasini biz Alloh uchun qilgan xayrli, solih amallar deb bilamiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'shanday deb yozgan bo'lsa, inshaalloh o'shanday deb yozsin. Biz bu narsaga biror yerdan ta'limot qilgan ishlarimizga, biror yerdan pul, dastak, yordam olmaganimizni ham hamma biladi. Ya'ni dushmanlarimiz ham biladi. Bizga tosatayotgan trollar, hukumat tomonidan tayyorlanib, vatangado deb turib, xorijlarda manaqa pul olyapti, buning uchun manaqa dinini, vatanini sotadi deb yozayotgan xayrsiz, sharafsiz maddoh troll va o'risparast, hukumatparast yoki bir siquv bosim ostida shuni yozib chizayotganlar ham o'zlari yaxshi biladiki, biz unday odamlar emasligimizni. Yana bitta narsani aytib o'tay. Xorijlarda yurib, Yevropa bo'lsin, Amerika, Kanada, boshqa mintaqalardagi faoliyat ko'rsatgan faollarimizni, vatanparvarlarni, ilm odamlarini, haqqini talab qilgan zotlarni ko'pchiligini o'rganib chiqdim. %90% kambag'allar, ya'ni kambag'al,
unaqa bir sizlar aytadigan darajadagi bir boylik, millionerlik katta unaqa holatlar yo'q. Juda ozchiligi o'ziga to'q, o'zini imkoniyati bor, juda ozchilik tashkil qilar ekan. Bu bilan men bu sirni ochishimdan maqsad nima desangiz, ular vatanim deb, dinim deb, millatim deb, xalqim, tarixim, qadriyatlarim, ozodligim, erkinligim, mustaqilligim, go'zalligim deb hayoti o'tib ketganini bilmay qolishgan ko'pchiligi. Soch soqoli oqargan, ulug' yoshlarga yetgan, vatandan badarg'a bo'lib, uzoqlarda, xorijlarda, hijratlarda bo'lsa ham bu faoliyatdan to'xtamaganlar. Va natijada biznes qilib, boylik orttirib, uyim, joyim, mashinam, to'yim, kelin salomi, boshqa balobatlar, shunaqa bir keraksiz dunyodagi xayrsiz bidiyat narsalarni, endi bidiyat deyapman chunki o'zimizni xalqimiz o'zi tushyapti. Zolim hukumat ham shuna deyapti. Dindorlarimiz ham aytyapti. Keraksiz isrof masroflarni qiladigan odamlar bo'lmay, xayrli ishlarga hayotini bag'ishlashgan ekan. Shu narsani ham bilib qo'yinglarki, ya'ni bu ma'lumot uchun kerak. Ismi sharifi man hammasini aytib o'tirmadim. Shunday ekan azizlar. Jahon o'zbeklari tashkiloti bugungi kunda zarurati. Agar sizlardan yozilgan, albatta tro'xlar, maddohlar, hukumatparast xoinlar emas, sog'lom fikrlaydiganlarning mulohaza, fikr, tavsiyalari bo'lsa, o'shanga qarab turib, shu yil shu qish oylarida yoki bahorga chiqib shu narsani tashkil qilish uchun hay'at o'zini murojaatini e'lon qiladi. Azizlarim, bu ishlar ham xayrlisi bo'lsa bo'lsin va jadallashib, vatanda poraxo'rlik, zulm, haqsizlik, adolatsizlik, xorijlarda badarg'a bo'lib yurib turgan millionlarimizni tahridni o'zgartirish uchun bir qadam bo'ladi. Sizlar nima deysizlar azizlar? Albatta hukumat haqiqiy islohotni boshlasa, Abduqodir Mo'minovni, Xidir Nazar akaga erkinlik berib, Olimjon Haydarov qanchadan qancha haqsiz qamalganlarni erkinlik, ozodlikka chiqarsa, dindorlarimiz chiqarsa, ularga tasminot puli berib, bularga bo'lgan zulmni tan olib, hukumat islohotni boshlab, Toshkent aeroportini ham Amir Temur nomiga o'zgartirsa, Karimov nomidan, Karimov vaqtiga haqiqiy siyosiy baho berishni boshlasa, haqiqiy dunyoda bo'lishi kerak bo'lgan islohotlar, vatanda unaqa to'ylarni 150 kishi, 200 kishi qilamiz, bugundan boshlab, mendan boshlab to'y ham qilish, tug'ilgan kun boshqalar degan hali xalqimizni chalg'itib, ana Mirziyoyev boplayapti deydigan bir bunandaqa bir o'yinlar bilan chalg'itishni o'rniga haqiqiy olingan qarzlar qayoqqa ketdi, boyliklar qayoqqa ketyapti va kuyovlari, qizi, qarindosh urug' qudalarini nimaga bu mansabga qo'ydi? Nima butun poraxo'rlarni yig'ishtirib qolmasin o'sha hokimlarni. Hammasi poraxo'rligini biladi, korrupsionerlik. Mana shunday islohotlar chiroyli boshlanib, ta'lim sohasida, meditsina sohasida butun ishlar jahon talabiga javob beradigan darajada qilinsa, xorijdagi kirolmayotgan muxolifatni, dindormi, qancha insonlar olib kirilsa, bemalol yo'llar ochilsa, bu narsalardan keyin biz bu hukumatni ham, hukumat vakillarini ham kim bo'lsa, safimizga qo'shib turib, boshimizda turinglar sizlar deymiz. Yo'q, agar soxtakorlikda, g'irromlikda, xalqni aldashda, vatanni, millatni, boyliklarni talon-taroj qilib sotishda har xil o'yinlarda davom etishsa, unda sog'lom fikrlaydigan xorijdagi va vatan ichidagi mardlar bilan bu narsa tuziladi va bu narsa chiroyli bir aytilgan nuqtaga olib chiqiladi degan umidlardaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.